Hammaga salomlar, sizlar bilan ingliz tilida. Xo'p do'stlar, bugungi videoroligimizda Messi va Ronaldoni, ya'ni goatlarni full ko'rinishga keltiramiz. Biz kuchaytirishlarni boshlab oldik. Qani bularning tepasidan yaxshi 400 chiqaramizmi yoki yo'qmi? Ikkalasini kuchaytirish juda qiyin, chunki Messi injiqroq, chunki mana samladi. Stressiga yemasligi kerakda Messi. Ronaldoga kerak lekin, chunki baland. Ronaldoning tepasidan 400 chiqarmikan yo chiqmaydimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, staminasi sapsga ta'tilgan. Yaxshi tezlanishlarga tushyapti Messi va stressiga Ronaldoning staminasi Messi. Tezroq kuchaytirishga harakat qildim futbolchilarni, chunki video cho'zilib ketishi mumkin edi. Tezroq bosib tashlab kuchaytirib bordim. Xudoga tushdi. Messining tezligiga tushish kerakda, Messining tezligini 100 qolish kerak. Tezligini tezlanishini 100 bo'lsa, pastga tushishimiz mumkin. Kuchaytirishlarda muammo yo'q. Tangaga futbolchi olib sotib skautlarga yig'ilamiz. Kuchaytirishlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tezlanish 90 olib qo'ydi Messini. Tezlikka tushdi. Yana tezlikka yaxshi. Staminasi Ronaldoni bo'ldi. Kuchaytirishga yana yig'ib keldim. Tezligi 84 bo'ldi Messining, 85 yo'q 90 Ronaldoniki, 95 400 chiqmaydi Ronaldodan. Kommentariyaga yozib ketaylikchi, hamma taxmin qilib ko'ringlarchi. Messi 87 bo'ldi tezligi. Birinchi Messi fil bo'ladimi deymanda. Qo'rqib tushdi Messiga. Birinchi Messi fil bo'ladi. Ronaldoga ham endi tushyapti. Messining 2026-yildagi rasmi chiroyli chiqdi. 91 bo'ldi tezligi Messi, 92. Messiga pastga berish shart emas, shu tezligi bilan tezlanishini 100 qilib olsak, shu juda yaxshi degani. 90 shot bilan ham anchagina yaxshi tepadi. Messi tezlikka tushish kerak. Messi urib qo'ydi mana. Ronaldo full qilamiz endi. Cristiano 98 bo'ldi ikkinchi qavatda. Voy, bosilib ketdi donatga. Bizga donat kerak emas. Hop, ketdi yana. Xo'p do'stlar, videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, shaxsan o'zim sizon pas xizmatini yo'lga qo'ydim. Aksiyali 20 ming so'm, biz aksiya 31 ming so'm. Akkauntga kirishda hech qanaqa muammo yo'q. Xohlagancha akkauntga sizon pas ochib berishimiz mumkin. Eng arzon va sifatli sizon pas xizmati. Telegramimiz kuchukcha UDP pastki chiziqcha O'zbekiston 2. Videoga qaytamiz do'stlar. Ronaldoni full qilamiz. Endi faqat Ronaldo qoldi bizda. Xo'p, kuchaytirishlarni yig'ib olishimiz kerak. Mana bu gigot sotamiz. Endi full qilib olsak kerak. Yetmay qoladimi deyman. Bo'ldi mana, yana yig'ib oldim. Ronaldo 94 bo'ldi. Yetmay qoladimi? Qancha qoldi? Mana tezligi 99 bo'ldi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Chunki kanalimizda 100 obunachi bo'lishiga ozgina qoldi. Hammangizga rahmat.